Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Excavator Parts kompaniyamiz doimiy kuzatuvchilari, bizda yangilik xabaringiz bor. Yaqinda mana bu Hyundai HW 210 2018-yil texnikamizni reklama qilgandik. Sahifalarimizga joylagandik va bizda doimiy obunachilar internetda ko'rib, yoqtirib, mana tekshirib, xudo xolasa mashina baraka qildik. Mehrojiddin, texnika muborak bo'lsin. Faqat yaxshi kunlarga ishlating bular akalari. Qarang, hozirda bu qayerga ketyapti? Samarqand, Urgutga. Hozirda bu texnikalardan yana borasizda, qanaqasi bor? 145 talik bo'lib, endi bu hozir hisobda kolesni ishini ham qilaveradi. 140 talikni bu 3 talikni ham deyarli ishini qilaveradi. Shunaqami? Kubasi 3 talikga yaqin. Hozirlar mana, xudo xolasa texnika yoqdimi, e'tiroz yo'qmi? Tekshirishni kelishilgan holatda o'zimizda ishlab chiqariladigan transhey kovshani ham qo'shib berdik. Xudo xolasa texnika faqat yaxshi kunlarga ishlatinglar. Buyurib nasib qilsin. Bitlovchi zapchastlarni do'konlarimizdan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hamma zapchastlar bor bizda. Aziz obunachilar, kimga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, bitlovchilar ehtiyoj bo'lsa, video pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu texnikalar bizda faqat naqd pulga sotiladi, variant kredit vыбка yo'q. Azizlar, videoga like bosib, shunaqa 210 talik izlab yurgan tanishlarga ulashib qo'ying va bizni kuzatishni davom eting.